Butun shahar xalqi sizga muhabbatli bo'lishni, chiroyli muomala qilishni istaysizmi? Yoki butun ulardan behojat bo'lishnichi? Biror kishini holi tanglashib qolsa, hech kim unga e'tibor qilmay qo'ysa, har tarafdan omadsizlik qurshab kelsa, shahardagi eng behojat kimsa boy, hamma unga itoat qiladigan kimsa bo'lishni istagan kishi bu ismni har kuni 15 ming marotabadan 41 kun o'qisin. 40 kun bomdod namozidan so'ng 15 martadan o'qisa boy va badavlat bo'ladi. Xalq ichida hashamatli bir kishiga aylanadi. Agar akobirlardan biriga aylanishni istagan kishi yoki barcha akobirlar unga itoatda bo'lishini istagan kishi yoki ulkan mol dunyo uni quvib kelishini istagan kishi 17 kun har kuni 17 ming marotabadan bu ismni o'qisin. Bu ma'lumotlar Hanafiy mazhabining olimlaridan, Naqshbandiya sulkining vakillaridan biri Faqirulloh ibn Abdurrahmonning Qutbul Irshod nomli kitoblarining 756-sahifasida keltirilgan.